Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana Komiljon Uz. Bugun hafta kuniga shanba 3-may 2025-yil. Biz bugun Farg'ona viloyati Farg'ona shahardan Simental milliy firmamizdan video syomkamizni boshlaymiz. Xudo xolasa sotiladiganidan 5 ta bor. 3 ta simental har xil razmerdagi, 2 ta gibrid, toza gibridlaridan. Xunojim va bo'g'oz sigirlarimiz bor. Bularni sekin bir boshdan video obzorini qilib beramiz. Mana bu yerda 4 oylik buqachamiz bor. Toza qonli simental bu ham, avstriyskiy. Aziz obunachilar, shoshilmay, chiroyli joylashib, bemalol bizni kuzatib, layklaringni ayamay, baholaringni berib turinglar. Kommentariya ochiq. Qanaqa fikr va mulohazalaring bo'lsa, bemalol yozaverasizlar va fikrlaringni bildiraverasizlar. Bir boshdan ketdik bo'lmasa. Bu buqacha 9 oylik atrofida, mana toza qonli Avstriya. Lekin O'zbekiston birkasi taqilgan. Ona, ota Avstriya. Mana oyoqlari. Yo'g'onidan 9 oylik bo'lgan. Jonivor. Bunisi xunojin. Toza qonli avstriyskiy simental. Mana quloqlariga ham e'tibor beringlar o'zlaring. Bunisini ham quloqiga e'tibor beringlar, bunisiga ham mana. Bu 11 oylik 1 yoshga borayotgan simental xunojin mana. Bu ham toza. Mana tuyoqlariga ham e'tibor beringlar. Oyoqlariga ham bo'liq. Mana 11 oydan o'tyapti, xudo xolasa. Bunisi toza qonli Avstriya xunojini. Bunisi mana ota simental, ona Goldstein. Toza gibrididan. Bu ham o'sha 1 yoshga boryapti. Shoxlari kuydirilgan, to'qol variantga keltirib qo'yilgan. Endi mana bu yerda kichkinagina buqachamiz bor, 4 oylikdan o'tyapti. Sutdan chiqqan variantdagisidan so'raganlar uchun. Hammasini bir qo'ra qilib olaman deganlarga jonivor. Yana ham yengillik qilib beramiz. Narxini hali aytganimiz yo'q, endi aytamiz. Jonivor. Mana shu buqacha mana. 4 oylik buqacha. Toza mana baqbaqalariga e'tibor beringlarchi. Mana orqa ketlari, e'tibor beringlar. Juda bo'liq. Moqsa arzuvradigan holatda. Bu ham toza qonli avstriyskiy simental sigir va simental buqani bo'zakchasi. Babaqalari osilyapti. Mana bu yerda mana yetuk bo'g'ozidan 8 oydan o'tyapti. 25-may kuni 9 oyga to'ladi. Shunaqamidi? 26-may kuni 9-oyga o'tar ekan. Xullas 1 oy, 1,5 oyda tug'ar ekanda. 1 oy ekan. 1 oyda tug'ar ekan, xudo xolasa. 3-qoringa bo'g'oz. Sigirimiz vobshe katta yirik narsa. Bo'ylari 1.55 dan kam emas. O'ta yirik narsa. Ustiga keladigan bo'lsak, toza bolasidan o'tkazib 25 taga garantiya beraveramiz, xudo xolasa. Xudoning oldida yolg'on chiqib qo'ymasa, 2-qorinda 25 litr sut. Aziz obunachilar, shoshilmay kuzataverasizlar. Biz birma-bir sekin kuzatamiz. Naryoqda ko'rsatgan xunojinimizning onasi bo'ladi. Mana. Xuddi shu sigirni, sutdor sigirimizni bolasi. Xunojin.
kami ko'sti bo'lsa, bir xato kamchiliklar bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Ana to'tala yelin butma butun. To'rtta suskasi bir joyda. Suti ham yog'li. Ham ko'p, ham yog'li. Aziz obunachilar, bir yo'la mana shu holatda narxini ham aytib o'tib ketamiz. Buni narxi mana 3-qoringa bo'g'oz 1 oydan keyin tug'adi. Xudo xolasa. 8,5 oylik atrofida bo'lyapti hozir. Buni narxi 52 million. Yopishtirilgan holatda aytilyapti. 52 million so'mga mana 25 litr suti bor sigir 3-qoringa bo'g'oz. Chiroyli qilib yillarni ham ko'rsatib qo'yaylik mana. Bular bo'ylovda turmagan, mana shu holatda yuradi. To'rtta yelin, to'rtta suskasi soppa-sop. Garantiya xudo xolasa. 52 million so'm. Narxi ozgina xayri bor. Bu buqachamizga kelsak, yosh 4 oylik dedik. Buni narxi 20 million mana. Olib taqilib so'raydiganlar bo'lsa, mana baqbaqasi osilganidan kerak edi menga, kelajakda yaxshi buqa qo'ymoqchiman desa, mana 20 million. Toza Avstriya. 4 oylikdan o'tyapti. Sutdan chiqqan holatda. Shu bitta o'zi mana shu yerda yotadi mana. Endi keyingi o'chiritdagisi. Voy, bu yoqqa o'tish kerak. Hop. Tuzatishda davom etamiz. Mana bu Avstriya xunojinimizga jo'joni bor. 28 million. 11 oylik, 1 yoshga boryapti. 28 million sanagan olib ketaveradi mana. Kelajakda Avstriya sigiridan qo'ymoqchiman. Go'sht va sut yo'nalishida deydiganlar uchun. Mana to'tala yillarni ham ko'rsalang bo'ladi. Bu ham Avstriya buqamiz 9 oylik jonivor. Buni narxi ham 26 million so'm. Ozginadan hayronlik qilib beramiz. Mana orqa ketlarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Jonivor. Rosa semirishga kelyapti. Mana bu ko'rsatib o'tgan sigirimizni bolasi bu. Mana bu ham 11 oylikdan o'tyapti. Buni ham narxi 26 million so'm. Buni ham ozgina xayri bor. Hammasini bir joyga olaman deganga kelishtirib beramiz. Hammasini bir joyga olganga 25,5 million so'mdan bir joyga oladi, 3tasini. Mana uni ham qo'shib olaman desa, buni ham gaplashaveramiz. Aziz obunachilar, biz chiqarib borayotgan videolarimiz ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, bittadan laykni gumillatib qo'yasizlar. Biz bunaqa videolar chiqarishdan charchamaymiz. Biz bu mollarni o'ta darajada maqtamaymiz ham. Kamyob bo'lib ketyapti, yo'q bo'lib ketyapti. Yangi tug'ilgan bolasi $1200, unaqa narsalar yo'q. Tayyor holatdagi. Kimda yaylovlari bor, voha tarafdagi obunachilarimiz bor, juda semental, ashaddiy sementalchilar desak bo'laveradi. Ayniqsa Katta Qo'rg'on, To'lqinjon. Kuzatib boryapsizmi, boqyapsizmi bizdan olgan novvoscha xunojinchalaringizni? Bittadan laykni gumillatib turinglar. Iskandar aka, Katta Qo'rg'on. Ishtixon tumanidagi Anvarjon bormi? Yangi qurayotgan fermachingizga mana oborib bir qo'ra qilib tashlab qo'ying. Ana 25 ta bolasidan o'tkazdirib sog'iladigan sigirni ham qo'shib beramiz mana. Uni bolasini ham qo'shib beramiz. 26 million, 26 million, 28 million. O'sha bir joyga olganga 25,5 milliondan. Yana o'tib berasan deb so'ramanglar. Oh,
Mana bu buqachaga ishqibozlar bo'lsa, buni ham sotamiz. Narx-navolar uchun, ma'lumotlar uchun telefon qoldirib o'tamiz. Telefon nomerlarida 99lik 142 04 08. Yana qaytaraman, 99lik 142 04 08. Firmachamizga ham baho berib ketasizlar. Hali serob bunaqa mollarda. Milliy firmamizda endi toza mana shunaqa sigirlarimiz bor, uzashchalarimiz bor. Mana shuni bolasi, o'sha gibridchamiz mana. Otasi mental, onasi mana shu mana. Ko'rdilaring-a? 52 million kim sanasa, xayri bilan qilib beraveramiz. Samarqandgacha 52 million so'mga dastlabkasi bilan qilib beramiz. Samarqandgacha. Samarqandgacha dastlabki ham qilib beraveraman. 26 million dastlabkasi, 28 million dastlabkasi bilan, 26 million dastlabkasi bilan. Hammasini bir joyga olaman desa, Samarqandgacha yana 500 ming so'mdan dastlabkasi bilan qilib beraman, o'tib beraman. 500 ming so'm, o'sha hammasini. 52 million dastlabkasi bilan Samarqandgacha. Bunisi 20 million kami bor dega, 4'likdan o'tayotgan. Yana ham kelishtirib beramiz. Aziz obunachilar, shuning bilan bugungi video avzorimizga yakun yasaymiz. Xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deymiz. Xayrlashsak, mollarimiz ham kamayib ketyapti. Tug'ishdan to'xtab qolyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Sizlar bilan Komiljon Yuz bo'ldi.